Salom aziz do'stlar. Sizlarga men bugun yangi YouTube'dagi bloger Ravshan, ya'ni Minecraft'da, ya'ni YouTube'dagi ismim Artyom, kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Men Samarqand viloyatida tug'ilganman. Samarqand viloyatining Tayyorliq tumani, To'polon mahallasida hozirda hayotimni blogerlik ishini olib bormoqdaman. Sizlarga men bugun qasrlarimni ko'rsataman. Mana mening qasrlarim, bu yerda ishchilar ishlaydi, pechka, verstak va ularda narsalar yasashadi. Bu yerda ko'rib turganingizdek mehmonxona desa ham bo'ladi bu qasrni. Buni qurishga naqd 4, nariyoqda kattaroq binam bor. Uni esa qurishda bizlarga 7 soat vaqt, jami 11 soat. Bu yerda mening qasrimning 2-qavati. Bu yerda hali narsa qo'yishga ulgurmagandim. Mana bu yerda kutubxona va bu yerlarda narsalar qo'yish uchun taxtachilar. Bu yerda siz narsalaringizni nezirlaysiz, ya'ni kuchaytirasiz. Bu yerda atrof tomosha qilamiz. Ana yoqda qishloq. Bu esa yana bir xona. Mana oltinga to'ymaganlar uchun albatta oltin. Bu yerda ham yotoqxonalar mavjud. Sizlar uchun men buni shaxsan o'zim yasadim. Mana bu videoni ochishimga menga katta hissa qo'shgan akamiz, ya'ni Salohiddin akaga kattakon rahmat. Menga bu videoni, ya'ni YouTube'dan kanal ochishni o'rgatdi. Endi men sizlarga eng katta dunyodagi hayotimdagi qurgan eng katta, ya'ni naq 7 soatda qurgan qasrimni ko'rsataman. Undan esa sizlarga mana bu O'zbekiston bayrog'ini ko'rsatib o'tamiz. Mana u O'zbekistonim jonim. Ona yurti O'zbekiston. Bu yerda esa tagida joy. Bu yerda zombi, har xil monster moblar yuradi. Nimaga bu bunday bo'lyapti? O'ldirdim. Biz hozir o'sha yoqqa boramiz va ketdik. U yoqqa borish uchun men alohida bu yerdan yo'l qilganman. Bu yerda yashirin eshik, orqa eshik, ya'ni bog'. Mana sandiqda ko'rib turganingizdek shunday narsalar. Menga albatta bu yerdan kerak bo'ladi. Bu qo'yamiz. Ketdik. Juda ham sekin ketyapti-ya. Hozir ana bu ko'rganlaringiz ular 5 yulduzli attraksion desa ham bo'ladi. Mana mening yana bir narsalarim. Buni ichib olish maza qilib videoni davomidan olib ketamiz. Ketdik. Mana bu shunchalar kattaki, men buni qurishga naq 7 soat vaqt sarfladim. Zombi bu yerga qanday chiqib qoldi? Bu yerga chiqib qolsa. Ana bu yerda bizga Ender Dragon oldiga borish uchun narsalar va bu yerda yana nezirliklar. Va biz bu yerda narsalarimizni kuchaytirib olsak bo'ladi. Mana ular kuchaydi. Bu yerda men juda ham katta joyda ko'p xona qurishga ulgurmaganman va atigi bir nechtalarni qurganman. Eng yaxshi ko'radigan xonam, ya'ni xonalarimdan biri, bu yerda ham kutubxona, kitob o'qib o'tirsa bo'ladi. Uxlaymiz, verstaklar va u yerda Ender Dragonning oldiga borish uchun bloklar.
va biz qasrimizning ikkinchi xonasini ko'rsatamiz. Mana bu yerdan ham atrofni tomosha qilsak bo'ladi. Zombi kelyaptimi? Yo'qmi? Survival kirganimizda ularga e'tibor qilmaymiz va uchinchi xonaga. Bu esa mening qasrimdagi eng yoqtirgan va shinamgina xonacha. Bu yerda ham boya aytib o'tganimdek narsa qo'yamiz. Sandiqlar, narsa pishiramiz. Bu yerda esa quyosh u yoqdan chiqib bu yoqqa botadi va biz shu yerda quyosh botishini tomosha qilamiz. Mana. Men endi sizlarga attraksionimni ko'rsataman va uni yoniga biz ketdik. Iltimos sizlardan kanal rivojiga katta hissa qo'shing va bu kanalga obuna bo'lib qo'ying. Va bu men uchun juda muhim. Ular hozir kelishadi. Ya'ni mening attraksion narsalarim yoki o'zimiz minib qo'ya qo'yamiz. Ketdik. Mazza. Nargisiga uchaylik. Ketdi işte. Ular ketdi. O'tib ketdi. Ketdik. Yana ketamiz. Ko'rishguncha xayr do'stlar. Biz sizlarga bugun bu joylardan ketamiz va keyingi joyimizga olib o'tamiz. Bu yerdan Nastroyga va men o'zimning ko'rinishimni Alexga o'tkazaman, ya'ni Steve'ga. Men oldin mana bu golemda o'ynar edim. Endi esa u menga yoqmadi va Steve yoqadi menga. Bu yerda biz sizlar bilan Jasur ukamiz bilan birgalikda quruvchilar jangini o'tkazamiz va men bu quruvchilar jangini o'tkazish uchun bu g'oyani menga Hasan akamiz, ya'ni Artifact berdi. Mana bu yerda biz toshqoch qog'oz o'ynaymiz va bu yerdan dastakni bosamiz va bu yerdan qal'a va bu yerda biz Jasur ukam bilan qal'alar jangini uyushtiramiz. Bu tomonida men, bu nargi tomonida esa Jasur ukamiz va uni men sizlarga taqdim etaman. Va men sizlar bilan ko'rishguncha xayr etaman. Kanalga like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ying. Bu biz uchun juda ham muhim.